Assalomu alaykum obunachilarim, sozlanasizlar. Barchangizni yaxshi ko'raman. Men sizlarga hozir boka, sizlarga shunday retsept beramanki, qarang qanday kasalliklarni davolamasdan qo'ymaydi. Suyak yemirilishi aslida yo'q kasalligi, lekin shunday tashxis qo'yilgan sonlar. Suyak ko'magi murtlashi va qon ishlab chiqarishi buzilganda va hamda artroz, artrit, poliartritda va undan tashqari bo'g'imlar orasidagi tuz va og'riqlarda bo'g'imlar o'rtasidagi sariq yopishqoq suyuqlikni qolib ketishda va undan tashqari osteoxondroz va grejani ikkinchi tipigacha bo'lgan kasalliklarni mutlaqo davolaydigan shifobaxsh poрошок, ya'ni kukun tayyorlashni o'rgataman. Yozib oling. Papaya, qora andis, kurkuma, chia, qora sidana do'stlar va o'rmon qora, sabilnik deydi. Undan tashqari topa olsangiz qalampir yalpiz, topa olmasangiz u shart emas. Va ana shularning hammasini teng miqdorda qo'shasiz. Yaxshilab kofemolkada maydalab, kukun holatda keltirasiz va elakdan sitkadan o'tkazib, o'sha kukunni 1 yoki 2 grammdan ovqatdan so'ng 3 mahal og'izga solib, ustidan suv ichib yurasiz. Qarabsizki, 2 oydan 6 oygacha kasallikka qarab davolaniladi, bir yuzaga chiqarib qo'zg'aydi-yu 5 kun. Undan keyin og'riqlardan batamon qutulasiz, xudo xolasa. Buni balki mashhur firmalar kapsula shaklida 1 oyligini ishlab chiqaryapti. 600 ming, 700 ming, 1,5 milliongacha kapsula shaklida olyapsiz. Agar xohlasangiz mana 40 kunlik lichiniyasi, bu hozir 30 kishi uchun bu. 40 kunlik lichiniyasini 180 mingga sotaman. Telefon aloqaga chiqishlaringiz mumkin bemalol do'stlar. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat, xayr, asosiysi o'zingiz asrang.